Sizlarga Alloh taolo haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Faqat qalbingiz bilan, diqqat bilan tinglashingizni umid qilaman. Alloh sizni gunoh qilayotganingizni ko'radi. Shunda qalbingizga pushaymonlik soladi. So'ng sizga istig'for aytishni ilhom qiladi va sizni mag'firat etadi. Keyin sizdan rozi bo'ladi. So'ng gunohlaringizni yaxshiliklarga aylantiradi. O'zining cheksiz lutfidan yana shuni qiladiki, sizni tabassum qilayotganingizni ko'rsa, sizga savob yozadi. Sizni dard chekayotganingizni ko'rsa, gunohlaringizni kechiradi. Gunoh bilan savob orasida siz doim Allohning lutfi va marhamati ichidasiz. Agar Alloh bir narsani iroda qilsa, hayotning odatiy qonunlari o'zgaradi. Shunda dengiz cho'ktirmaydi, olov kuydirmaydi, tog' cho'kishdan asray olmaydi, kit halok qila olmaydi, bokira ayol farzand ko'radi. Shuning uchun Alloh haqida hech qachon bu imkonsiz deb aytmang. Yana shuni aytamanki, Alloh sizni sevsa, osmon ahli ham, yer ahli ham sizni sevadi. Jannat esa siz hali unga kirmasdan turib qalbingizga kiradi. Alloh yagona suyaniladigan zot, yagona panohdir. U bizga bo'yin tomirimizdan ham yaqinroqdir. U xatolarimizni ko'radi, ammo bizni sharmanda qilmaydi. Aksincha, ayblarimizni yashiradi va bizni o'ziga go'zal tarzda qaytaradi. Insonlar orasidagi odat shunday. Agar siz 99 marta to'g'ri ish qilib, 1 marta xato qilsangiz, ular o'sha bitta xatoni eslab sizni ayblaydilar. Ammo agar siz 99 marta xato qilib, 1 marta chin dildan yaxshilik qilsangiz, Alloh o'sha bitta yaxshiligingizni qabul qiladi va sizni mag'firat etadi. Ey Alloh, sen naqadar karimsan, naqadar rahimlisan. Alloh sizni qalbingizga qo'rquvni emas, xotirjamlikni solishni istaydi. U sizni o'zidan uzoqlashtirishni emas, balki o'ziga yaqinlashtirishni istaydi. Allohning saxovatidan yana biri shuki, u sizga mol-dunyo beradi. Keyin qalbingizga sadaqa qilishni ilhom qiladi. So'ng oldingizga bir kambag'alni ro'para qiladi. U sadaqani sizdan oladi. Alloh esa o'sha sadaqani sizdan qabul qiladi. Rizqingizga baraka beradi va duolaringizni ijobat qiladi. Aslida molni bergan ham Allohning o'zidir.